Xabarimiz bor. Bugungi kunda sizni Google va Amazon kabi dunyoga mashhur kompaniyalar kutib turishibdi, lekin siz hali ham O'zbekistondasiz. Amazonda bu narsa haqida xabar topishdi va juda ko'p emaillar oldim. Bitta rekruter, ya'ni ishga oluvchidan 3 marta chiqishgani ham bo'ldi. Kasallik tarixini vrachga, ya'ni shifokorga yetkazib beradi, pasiyent u xonaga kirib borgunigacha. Shu narsa singanki, menga karyera bilan shaxsiy hayotni balansga o'xshab birga olib ketish mumkin ekan. Aynan shu sohada. Aynan shu sohada. O'zi informatsion texnologiyalar katta daraxt deb hisoblaydigan bo'lsak, unda nodalar juda ham ko'p. Siz albatta o'tirib dastur yozadigan inson bo'lishi shart emas. Yozilgan dasturni tekshiradigan odamlar bor. Hozir mahalliy olib qaraydigan bo'lsak, tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, testirovщикni test qiladigan odamlarga talab juda ham katta. Bu katta kompaniyalarda ham. Ular hamma narsani joy-joyiga to'g'ri qo'yish bilan ularning ko'zi ilg'iydi. Bizdan ko'proq, yaxshiroq ilg'iydi. Hamma narsani joy-joyiga qo'yisha oladi.